Shunda qilaylik Gulzar. Ayrılıp ketaylik. Bana bundan başka yol kalmadı. Beni düşünüşünüzü ümit kılıp. Yo'q, Qaysar. Bu sizning rost gapingiz emas. Yolg'on. Yolg'on. Meningdan ayrılıp ketishingizga sadi ishonmayman. Meni aldab. Yo'q, Gulzar. Men sizni aldamadim. Sizga vafosizlik qilish niyatim yo'q. Men faqat amalsizlikdanla bu gaplarni da'vataman. Anglamayman. Meni aldabyapsiz. Biz birlashgan-ku. Muhabbatimiz shunchalik mustahkam edi-ku. Bugun kichikkin reallik oldida. Nimishqa ajizlik qilasiz? Nimishqa ayrilib ketishni o'ylaysiz? Balam, sen uyga berib topshirig'ingni ishlagach turg'in. Men sal turib boraman. Bo'lay balam, gap angla. Maktabdan hozirlik kelgan tursam, sizning yiningizda birdan turaychi, opa. Mayram olim. Voy, Ümit. Mayram olim, yaxshi turdingmi? O'zingizchi? Yomon emas. Mayram olim, Ümitning o'qish pulini vaqtida joylab berolmadim. Xafa bo'lib qolmaganlar. Kelar hafta cho'qim topshiraman. Hechqisi yo'q. Ümit menga ahvolni dedi. Men sizlarni tushunaman. Ma'qul, men mangay. Xo'sh. Ümit, opangning gapini angla. Ma'qul. Mayram olim, xo'sh. Opa, Mayram olim bek yaxshi-jumi? Öteme yoqqa. Voy, nim bo'ldi? Bugun qatoch oyog'i bag'ringni bir ko'rib boqay. Bu uyda yo men turman, yo sen tursan. Voy, nim bo'ldingiz? Meningmichi, erkinligim bor. Bugun meni to'sayolmaysiz. Qatoch oyog'i bag'rim bag'an. Bormaysan. Boraman. Bormaysan. Boraman. Bormaysan. Men seni oldingda ermo emasmi? Hey. Sen texmin urg'udak bo'ldingmi? Men tijorat qilib pul tepib akirib beryapman. Xotirjam yashayapsan. Yana nomus qilmay meni uryapsan a? Men seni pulingga muhtoj emas. Mening maoshim bor. Sesiq pullaringni nega bosa opa? Endilikda men topgan pullar sesiq top qilyapamda. Apang ag'rib yotganda necha ming yuan pulni kim chiqadi? Heliqi rakkisel bo'lib qolgan tuqquningga kim yordam qildi? Vijdoning bilan so'zlab baqa qani. Bu uyni kim setib oldi? Kim zinnatladi? Bu oilani gullantirayotgan menmi yoki senmi? Ha? Baqa qani. Demak, Dodo, qo'lni soqishmanglarchi, men sizlardan o'tinib qolay. Appa, men bugun hamma ahvolni Qaysarga dedim, biroq u nima qilishni bilmay gangirab qelyapti. Ularni qistamaylikchi jinim appa. Sizmi mening baxtli bo'lishimni orzu qilasiz-ku? Hozir hamma odam bizni katta to'y qiladi deyishyapti. Agar ular biz degan narsalarni tayyorlayamsa, xalq olam oldida yuzimizni qanday ko'tarib yuramiz? Mayli qarz olamdi, qarz olmamdi, nimala bo'lmasin, tizimlik narsalarni taq qilish kerak. Siz obro'y qo'g'ishyapsiz, appa. Ammo mening ko'nglimni ozroqmi tushunmayapsiz?
Degin Qaysar hamma gapni aniq dedi. Oila ahvolini menga tushundirdi. Meni baxtli bo'lsin desangiz. Bu to'yni oddiy qilayli jinim oppa. Qizim, men sening obro'yingni davatdiman. Hammasi sen uchun. Agar ularning bu to'yni cho'ng qilishga qurbi yetmasa, bo'ldi, Qaysar ishqingga ayrilib ketinglar. Yo'q. Qaysar bilan ikkimizning to'y ishi umrlik ish. Haqqa ko'z qilib nima qilamiz? Bizning to'y ishimiz sizning atoq obro'yingiz uchunmi? Shaytaneri. Nemish qilyapsiz? Kiyimiz da'vatiman. Hay, bu alvandan hajab qutlamadingiz, ha? Sizga mo toz bo'ldi bu ish. Shuni demamsiz, Farhod. Bormisiniz texi? Borsangiz odamning usti boshlar qarab ketyapkan. Har qitimli qatochayda bir ishga hashamat xotinning kayniga kirib, bir qo'rdan yangi kiyim kiyish odatga aylanib qoldi danga. Hay, bu ayollar ajoyib bo'lib ketyapti. Aralashmasangiz jamiyatdan, odamlardan ayrilib qolgan. Kayningizdan o'sak so'z, g'iybat tugamagan. Aralashsangiz vaqt isrofchiligi, to'y to'kin, qatoch deganlarning oxiri uzilmagan. Hammasi buzib chechish, hashamatchilik. Mana qarang. Bugun bir choy kiyib bag'dak, tuzuk kiyim topolmayapman. Hammasi oldingi choylarni kiyib bo'lganlarim. Aldirashchilikni kiyim ilishqim ulguramadim. Qanday qilasiz endi? Bakiyingizdan birini kiyib berib turmamsiz. Haras, mush havaran ko'ynikni sizga toz yarishidi-ku. Ashni kiying bo'lmasa. Ashni kiyib beravering. Bo'pti, mushni kiyaychi. Toz yarashdi. Xotinlar zangli qilsa mayli. Shundoq yarashgan tursa, ular nemish qizanlik qiladi. Farhod, yiningiz nech pul bor? 300 ko'ydek bog'u deymi? Elang hamma yenimdiki bilan qo'shsam, choyga yetamdikin. Men. Qancha pul oldi? 1800 yen, yana 200 yen kam. 200 yen. Bu qitim qatochimiz aylanib bo'lsa, endi ikkinchi o'ynamayman. Bo'lmasa, uyda ishlatishga ep qo'ygan puldan qo'shib, cheyingizga berib kelmamsiz? Unda qilsam, shu pulni elib berib keling mayli. Jamiyatga nurg'un ishlar odamning irodasiga boqmaydi ekan. Buni tushunishga bir muncha jarayon kerak. Hozir ba'zi nochar illatlar tahi jamiyatda urf-odat tushunib qo'yapti. Buningga ba'zi odamlar nafratlansimi, lekin ixtiyorsiz mush qaynamga kirib ketyapmamdi. Bo'ldi mayli, siz menga bering, kechib ketdi. Haras, o'tirishinglar tugadiganda menga telefon qilib o'tasiz. Men sizni og'il baraman, ha? Ma'qul. Xo'sh. Hey. Ularni qachongacha saqlaymiz? Bo'ldilar, tamoqni totiversin. Shunday qilaylik. Buningdan keyin choyga kechikib kelganlarga jarimani qo'yaylik. Shunday qilaylik. Jarimani qo'ygandan keyin boldir keladigan bo'ladi. Qanday dedim qizlar? 200 yendan jarimani qo'yaylik. Voy, nimandaqchi shu? Dilbar keldi o qizlar. Hay. Teshqimi. Qana qizlar, yaxshimisizlar? Ya Allah, Dilbar mushundaqmi kechikkan bormi? Yo'lingizni qaratchi, ko'zimiz tishlayli dedi. Voy, yana shu aning xafiligi bo'lmamdi. Qatochayga bormaysan deb men bilan ko'rishib qopti. Tozi so'qishib, adibini berib qo'yib keldim danglar. Uyda vaqt deb qoldi. Erdiganguchi shundaq tetib qo'yish kerak. Bo'lmasa, men bo'yimga minib oladi. Shu anaqmi? Shundaq xato adibini berdi. Dilbar, bugun kechikib kelgan gunohingizga ati bizni mehmon qilsiz, hammamiz shundaq deyishdik. Bo'ldi. Chataq yo'q.
Sizlarni mehmon qiladigan ish bo'lsa, mana men tayyor. Vay, kim? Ha, men hozir bek aldirashdim. Keyin so'zlashaylik. Ma'qul. Xo'sh. Voy, Dilbar, yanfoningizni yana almashtiribsiz. Nimandaq chiroyli? Akilinglar ko'rib boqaylik. Çok chiroyli ekan, ha? Qaranglar. Telefonlarning turining ko'pligidan hech bo'g'lim bo'lmayapti, juma voy. Nim deganchi? Bek chiroyli ekan mana. Ha, bo'ladi ekan. Dilbar, bu yanfonni qanchaga oldingiz? 5400 yanga aldım. Azon emas ekan. Hozirgi yanfonlarning eng oldi mushka. Voy, Dilbar, yuzingiz ishib qoldimi nima? Shundaqmi? Oy, shu tishim og'rib, ishib qolgan o'xshaydi. Hey, qaranglar, Moira keldi. U doim kechikib keladi. Qanday yaxshidirsiz sen? Kechiringlar qizlar. Sizlar chaqib qo'ydim. Voy. Gulzarma? Ha, qandaqroq qizim? Obdan turib o'tamsiz? Yaxshi, o'zingizning ahvolingiz-chi? Qachon qaytib kelasiz, dada? Qo'limdagi malni o'tkazib bo'ldim. Pulni olsamla 3-4 kunga qolmay Guangzhoudan qaytaman qizim. Chaqqanroq qaytib kelsangiz bo'ladi, dada. Men bek gangrab qilyapman. Nima? Gangrab qilyapman? Zodi nima ish bo'ldi? Men elig'in danga qizim. Sizga telefonda deyishga o'yilaman, dada. Qaytib kelganda xabar topasiz. Meni tushunishingizni so'rayman, dada. Apangiz-chi? Opam choyga ketgandi. Ha, bo'ptamsa. Ko'nglingizni yerim qilmay turing, qizim. Men borgandan keyin so'zlashaylik, ma'qulmi, qizim, ha? Ma'qul, dada, qo'shamsa. Arni to'liq qiynamanglar. U yaqinda uy setib oldi, uy zinnatladi. Mashini yetkazolmayotdi emasmi? Bo'ldilar, ishimiz Mohirani zo'rlamayli. Yaxshi, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Iching. Moira degan qoldi-da. Qani Moira? Xo'sh, ichib bitingmi? Iching, ketmaydi iching. Yaxshi. Dilbar neymiş qilmishida qildi. Neymiş ki mening gapimni anglamaydi. Neymiş ki oilaga kuyunmaydi. Uning oldida men ermi emasmi? Dada, kech bo'lib ketdi. Turing, uyga kirib ketaylik. Turing, dada. Yo'q. Men bugun uyga kirmayman. Opangizning ko'nglim qattiq og'irdi. Opangiz uyda o'zi yatsin. Men mishadiyatiman. Mas bo'lib ketibsiz, dada. Juring, uyga kirib ketaylik. Ma'quldang jinim, dada. Juring. Sizlarning menga ozroq ishchinglar og'irmaydi. Meni ozroq moylab qo'ymaysizlar. Opam bu har kuni mehmondorchilikka ketadi. Siz bo'lsangiz ora qichib mas bo'lib oldingiz. Meni ozroq o'ylab qo'ymaysizlar.
Mayra nima shodi? Farhod. Bu nima qilmoqchi ekan? Bo'ldi. Nima ishlayapsiz kirib oldi? Ha, nima qilmoqchi deyapti? Kim bo'ldi. Qancha mas'ul bo'lsa bu? O mas'ul. Adini bir berib qo'ya desam. Qanday olgan gap bu? Hey, taksi. Shundaymi? Nima qilg'nikina uniki? Elim yaxshi ko'nglim to'ygandek. Sizni og'il oldingiz kaptikanmi? Bo'lmagan bo'lsa qanday qilardingiz? Cho'pchon odamkan. Nomus qilmay kaynimdan qo'g'lab ketdi. Bak qo'rqib ketdim. Mayra. Men hozirgacha sizga demagandim. Sizlarni o'ynayotgan bu chayinglardan bak nafratlanyapman. Ailemizning xotirjamligini buzdi. Hammamizni parakanda qilib etdi. Oxirgi bir choy qoldi. Shu tugisilar men hargiz o'ynamayman. Voy, naz qilmay ishchinglar. İşçimiz, oynaymiz. Meni. Götürünler. Meni, hoşa. Hoş. Hoşa. Hoşa. Voy, Mayra qani. Abiyam sirtqa chiqib ketyapti ku. Sirti bilan tepishib bilib, sirtqa chiqib muhabbatlashyapamdi texi, ha? Bo'ldi. To'xtanglar. Voy, to'xtanglar. Bu Mayrachi qochgan gap. Hazımı qayda bilmaydigan bir nima ekan u. Ya o'ynamasa, ya ishmasa, bundaq odam qatachay o'ynayman degicha, erining qo'ynida yassi bo'lmamdi. Voy, bugun uning kiyib kelgan ko'ynigini ko'rdinglarmi? Shundaq setgan. O'tganki qatachayg'im shu ko'ynigini kiyib ketgan-di. Shundaq nomusim kelib ketdi-danglar. Voy, ketmamdi. U bo'lmasimicha o'zimiz qo'shal qurib o'tiraveramiz. Qani, xo'sha. Voy, beshim qiyib ketyapti. Heyliqi kichik mashinamni haydayolmaydigan o'xshamamdimi? Mashinangizni haydayolmay qolsangiz bag'u, ma 10 xotin birlashib mashinangizni ko'chadan ishtirib akitamiz. Qilamiz. Sansayindaqa. Bir yerde ko'rgandek qilaman. Lekin Zodil esimga olmayapti. Chiroyingiz shunday tunishdi. Danga, nada uchrashgan bo'g'itdik. Voy dangay. Ha. Siz nima xizmat qilasiz? Siz deb bekmi? Ismingiz nima? Dilbar. Ha. Nima ish qilasiz? Tijorat qilaman. Aha. Ben bu bayağı bir qarabla sizning tijoratchi ekanligingizni tanlagan edim. Rasmi? Ben bu sizga o'xshash tijorat qilaman emasmi, ha? Shundaqmi? Nima tijorat qilsiz? Dollarchilik qilaman. So'ramasam, ismingizni deb beray demaysiz-ku? Ha, ismim Jaloliddin. Ben sizga telefon numaramni yana deb beray. Bak chiroyli ekansiz Dilbar. Alishib ketayli. Siz nafas qapsiz. Meni xato tushunib qolmasligingizni bilaman. Sizga ko'zim tushdi Dilbar. Xohlasangiz birlashib tijorat qilsakmi bo'ladi? Voy. Xotirjam bo'ling, kelishib qolamiz, ha?
teriqchilik, baxımçılıq və bağlançılıqni birləşdiriş vəziyyəti şəkilləndi. Cənubi Şinjandakı 3 vilayət, 2 oblast və Turpan vilayəti bunun ənənəvi dehqonchilik rayonu idi. Hazır bu joylarda chorvachilikmi tez rivojlandi. Cənubi Şinjanda katta, to'shqon, ot, bo'g'in qatorliqlarni asos qilgan alohida baxımçılıq tez taraqqiy qilib, dehqonlarning kirimini ko'paytirgan muhim yo'l bo'ldi. Janubiy Şinjan və Şərqi Şinjan rayonunda bağlançılık tez tərəqqi qıldı. 2011-ci il avtonom rayonumuzdaki bağ kölünü 1.440.800 metre tarixdeki en yüksek seviyeye yaratıldı. Avtonom rayonun dehqonchilik nazorati teriqchilik boshqarmasining boshlig'i Li Jinkeman dedi. 9-5 yillik plan mezgilida Şinjanning yezigiligi tez taraqqiy qildi. Bo'libmi kasb qo'yganlarni ta'minlash va ko'p ishlab chiqarish tijoratni yo'lga qo'yish jihatda o'z xarakterli biz ko'p tijoratni yo'lga qo'yib, dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyingi davlat ichi va xalqaro bozorlarning ehtiyojiga moslashishimiz kerak. Ha. Bo'ladi emsa, men sizni aşağıda saqlayman. Ma'qul emsa, xo'sh. Sizni aytdi g'ayratlik, irodalikdingizg'u qaysar. Mushkullarda sizga zodi nim bo'ldi? Odamga umid beg'ishlaydigan biror eg'iz gapingizmi yo'q? Yoki mendan ayrilib ketmoqchi bo'lyapsiz? Yo'q, Gulzar. Bundaq desangiz, meni xato tushungan bo'lasiz. Men sizni chin yuragimdan yaxshi ko'raman. Muhabbatimizni-mu umr bo'yi qadrlayman. Lekin ishimizning to'y ishi meni va oilamdagilarni bakli gangirtib qo'yotdi. Uydagilar yana 60 ming yon tayyorlasa, ondan bu to'yni qila olg'idekmiz. Siz o'ylab beqing. Buncha ko'p pulni biz nereden topamiz? Ota-onamni qarzga bo'g'ib etishga mening vijdonim ko'tarmaydi. Ota-onam meni cho'ng qilgicha jiq-japa chekdi. Yolg'iz malla emas. Yana ikki ukamni oliy maktabda o'qitish ishi bor. Buning hammasiga iqtisod kerak. Shunga hozirgacha hissiyotga, ko'ngilga emas, reallikqa bo'ysunishga majbur bo'lyapman. Mening gaplarim balkim sizga og'ir tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Mayli meni tillang, mendan nafratlaning. Haqiqiy ahvolni bilib qolganingiz yaxshi. Sizni tushunaman, Qaysar. Siz boshdan oxir va'da vafo qilib keldingiz. Muhabbatimiz uchun nurg'un badal to'ladingiz. Meni deb nurg'un haqoratlarga qoldingiz. Hozirmi butun niyatingiz bilan muhabbatimizni qo'g'dab qolmoqchi bo'lyapsiz. Lekin opam obro'yparastlik qilib bizning irodamiz, hissiyotimiz bilan hisoblashmay to'sqinlik qilmoqda. Men hammani tushunib yetdim. Opam katta to'y qilib, al-mahallada obro'y qozonsa, murodi hosil bo'ladi. Opamning o'ylaydig'ini faqat shu o'zila. Gulzar. Gulzar. Ota-onalarning mushundaq mutassibligi, saxta shuhratga berilish tufaylidan nurg'un qiz yigitlar umrlik pushaymonga qilyotdi. Men mushuningdan ansirayapman. Agar opangiz o'z fikrida chin turib olsa, bizning ishimizmi qandoq bo'lib ketdi? Tugamas deb alamga qolamizmi? Yo'q, undaq deman Qaysar. Pul hammani hal qilolmaydi. Mal dunyomi hammani belgilayolmaydi. Biz faqat muhabbatimizga sodiq bo'lsaqlar, har qanday to'saqdan o'tib ketalaymiz. Dadam yaqinda qaytib keladi. Dadamga necha qaytim telefon qildim. Lekin xijil bo'lib bu gaplarni deyolmadim. Menimcha dadam bizning fikrimizga cho'qim qo'shiladi. Shunday qilib yaxshiroq turmush kechiramizmikin deb yurtimizni tashlab
Ürümchiga chiqdik. Dastlabda Ümitning dadasi bilan ikkimiz oshxonada ishladik. Keyin qassoblarga yollanib, kala qo'ylarning talaba qalchaklarini sotdik. Ümit 4 yoshga kirganda o'zimiz bir harva setib olib, o'z oldimizga ovqat qildik. Qo'limizga oz to'la pul kirib, turmushimiz yaxshilanayotganda Ümitning dadasi tuyuqsiz mashina voqeasiga yo'l o'qib, qazo qildi. Shuning bilan men tikandek yolg'iz qoldim. Nima qilishimni bilolmay, shig'lidim, qaqshidim. Oxiri yurtimga ketay desam, meni qanot osti og'idek yo urug' tuqqanlarim yo'q. Shuning bilan mushada turib qolishga majbur bo'ldim. Turmushning hamma ig'irchiligi mening zimmamga tushdi. Oxir Ümitni yetilab, harvini so'rab, qiladiganligi ovqatning hammani qildim. Lekin mendek bir ojiz ayolning qurbi nimaga yetadi deyla? Tog'da yulanchik bo'ladigan er bo'lmagandikin. Qiynalsam levimni tishlab, tirikchilik uchun midravatdim. Mayra muallim, bugun bizni izlab kelib, bek yaxshi qildilar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Mening dunyolikda mushib birli o'g'lim bor. Mening butun umidim mushu o'g'limda. Sizlar uni yaxshi o'qitib qo'ysinlar. Sizlardan u dunyo bu dunyo xo'sh bo'ladi. Mening butun orzuyim mushu o'g'limdan. Men o'g'limni mendek nomrod bechora bo'lib qolmas ekan deb o'ylayman. Hey, kechida nega odam? Kechida nega odam deyapman? Voy. Osh. Odam najab qo'rqatda. Yurgim chiqib ketdi, tas qoldi. Hey, men sen gap qilyapman. Kechida zot nega odam? Voy, nega boratdim? Qatachaga bordim shu. Tong atqich qatacha o'yindingmi? Nemishqa kechida uyga qaytib kelmaysan? Bu oila sana kerakmi emasmi? Aycan, to'la kapishmay birdan turib turing, ha, pulni sanab olay. Gapimga javob beramsan, bermamsan. Kechida zodi nada yurding? Agar rost gap qilmaydigan bo'lsang, yilboqa. Voy, nimanda qilasiz? Voy, kash qilib bir do'stimning uyida qo'nib qolgandim. Shuningmi bunchalik qilib ketamsiz? Yolg'on aytyapsan. Yolg'on aytyapsan. Meni aldayapsan. Sen Bag'razning ko'ngli bu uyda emas. Sana balimi kerak emas. Nima deb mendek bir yaxshi ayolingizga tuhmat qilasiz? Men mushu oila uchun oz jafo chekyapman-ma. Nimishqa bularni o'ylamaysiz? Qarang, mush pullarni men topdim-ku. Dedin kechgacha pul deysem. Seni yo'g'intatgan mush pulg'o. Ola. To'ya pulga. Ne bo'ldi? Ola. Bu pulga to'ymaydigan. Bu pullarni otma. Sana pulni bosib olamda. Ola. Bu pulga to'ymaydigan. Pulni cho'shma deyapti-da. Men bu pullarni alçapada topdim-mi? Buni itoat qilni qara buning. Necha vaqtim bu yan? Sen mush pullaringni menga ko'z qilib, og'zimni ochirmay kelding. Meni ahmoq qilding. Ko'zga ilmiding. Bu qilganlaring ozdak. Haddingdan eshib, kecha uyga kelmisan.
Men bu dertlerini içimga yutib, yilimi chidab keldim. Seni o'zgartayotgan mushu nejis pul, tugumas o'ltirish, oyig'i chiqmas qatoshaygu. Mendan zerikkan bo'lsang, gapingni ochiq qil. Men sana islab olmayman. Sendan ayrilganга o'kinib ketmayman. Şondaqmı? Seni tushunmayotganman. Bilmay o'ytitib ketganman. Bugun ahdi bashara oshkora bo'ldi. Sen o'zgaribsan. Butunlay o'zgaribsan. Ko'zimdan yo'qolgan yo'q. Moira olim Ümit yıkılıp düştü. Yiqilib tushdi? Uşudun ketdimi ki? Molim, ana o yerda. Ümit gözün açamaz molim. Ümit, ko'zingni ocha. Sana nima bo'ldi? Uning nima bo'lganini bilamsizlar? Bilimiz, boya biz bilan o'ynab yetib, tuyuqsiz yiqilib ketdi. Bizmi uning nima bo'lganini uqmay qoldik. Sen berib apsi xabar qil. Ma'qul. Tez doktorga boraylik. Ishkinglar men bilan beringlar, qolganlar dars kiringlar. Ma'qul. Biringlar dars kiraylik. Ümit. Ümit. Mashina qarab o'tinglar. Ümit, ko'zingni ocha. Tekshirishning natijasi chiqdi. Bu bola oqqandanchilar ko'payib ketish keslik giribtor bo'pti. Ahvoli pek ig'ir ekan. Darhol bolnis yetmas bo'lmaydi. Nima? Nima dedingiz? Bu bola qandaqsiga bu kasalga giribtor bo'lib qolgandi. Endi qandaq qilamiz? Darhol tayyorlik qilib, bolani vaqtida bolnis yetkazinglar. Hargiz kechiktirishga bo'lmaydi. Hozirgi mo'ljarda 120 ming yuan tayyorlasanglar bo'ladi. Nima? 120 ming yuan? Balkim bu pulmi yetmasligi mumkin. Ideyada cho'qim yaxshi tayyorlik ko'rib qo'yinglar. Doktor, uning dadasi o'lib ketgan. Ojiz birli onasi bor. Ailesi to'limi qiyinchilikda o'tyotdi. Bunchalik ko'p pulni uning onasi hargizmi to'layolmaydi. Men doktorxona rahbarligiga inkos qilay. Imkoniyatning boricha yordam qilishi mumkin, lekin ko'p yordam qila olmaydi. Ma'qul, shundoq bo'lsin. Canım apa, gepimni anglang, ma'qulmi? Qaysar bilan ko'rishsangiz, o'zingizning obro'yi to'kilib ketadi. O'rib odat nuqtasidanmi bu intayin uyatliq bir ish. Apa, o'tinib qolay, ma'quldan. Men bugun uning bilan bir ko'rishib, ochiq gapini anglab boqay. Ota-onasini qoyil qila olamdi, qilamamdi. Agar seni aldab, to'yni oddiy o'tkazman desa, bu uning uxlab tushi. Ondaq odamga beradigan qiz yo'q. Hey, Gülzar! Gülzar! Hey, to'xta! To'xta deyapman. Nega boratding, ha? Unda qarsiq gap qilmang, apa. Ularni yaxshi tayyorlik qilyotdi-ku. Lekin siz setpagan to'ylar qadrini bak ishib ketdi. Shu narsalarning hammasini elishga to'g'ri kelsa 60 ming yuan ketadi ekan. Siz o'ylab beqinglar, buncha ko'p pulni ular nerdan topadi? Nerdan topadi? Nerdan topsa topmamdi? Qarz olsin. Qarz ilib, katta to'y qilganlarmi shular o'xshash odamlar-ku. Apa, siz shundaq deb yurib, hamma ishni qalaymiqan qilib etdingiz.
Qaysar ikkimizning munosabatigimi dag'i tushirdingiz. To'yni qilmay turib, mushundaq ko'ngilsizlik yuz bersa, keyin qanday qilamiz? Siz meni baxtli bo'lsin demsiz yoki bir umr dard alam tassin deb o'ylamsiz? Necha aydan buyon meni qistab qilmaganlaringiz qolmadi. Ularning elchilarini necha qaytim haydavatdingiz, haqoratladingiz. Bularni az deb bugun kunga kelganda meni aldab Qaysarning idorasiga keldingiz. Sizning maqsadingiz zodi nima, opa? Biz yoshlarning yashash huquqimiz yo'qmi? Men bag'an sir tushunyapman, opa. Siz pul, mol dunyo, obro'yni o'ylaysiz. Lekin mening kelgusi turmushimni, keyingi taqdirimni o'yinchi qatorida ko'ryapsiz. Meni saxt shuhrat, shaxsiyatchilik, obro'yparastlikning qurboniga aylantirmoqchi bo'lyapsiz. Mening istiqbolimni, baxtimni nobud qilmoqchi bo'lyapsiz. Og'zingni yum. Qo'yib bersam deyotgan gapini buning. Men seni tug'ib cho'ng qilib, amdilikda to'yingim ega bo'lolmaydigan holga tushib qoldim-mi? Shaxsiyatchi, oshko'z bo'lib qoldim-mi? Bu gap og'zingdan qanday chiqdi? Sana deb qo'yay. Agar bu to'y mening deganimdek bo'lmaydigan bo'lsa, bu to'yni buzib aytaman. Qaysar ishkinlarni ayirib aytaman. Men tushundim, opa. Siz meni sotmoqchi. Qul o'rnida sotmoqchi. Mening yelsiyatimni dafsanda qilmoqchi. Bundaq erkinlik bo'lmagan hayotni jaq to'ydim. Gulzar! Gulzar! To'xta! Farhod! Farhod! Nima edi? Nima ish bo'ldi? Bir o'quvchim oqqan keslik giribtor bo'lib qopti ekan. U hozir doktorxonada qoldi. Apla. Hali sizga gapini qilib bergan. Dadasi o'lib ketgan bola uchun. Ha. Doktorxona darhol pul topshiringlar deydi. Maktabga borsam naq pul yo'q ekan. Shunga haliqi uydagi 5 ming yuanning chekini menga bering. Men uni darhol doktorxonada yotqizib olay. Bo'lmasa uning hayotiga xavf yetadi. O balaning apisi-chi? Uningda ozroqmi pul yo'qmi ekan? Apisi uyda yo'q ekan, topamadik. Men ketdim amsa. Azroq bir narsa olamsiz? Kech qolsam ansirmang, ha? Men bilib boraymi ya? Yo'q bo'ldi. Dada, opam bilan ajrashib ketadigan bo'ldingizmi? Dada, sizdan o'tinib qolay. Opam bilan ajrashmang. Sizlar ajrashib ketsanglar, men qanday qilaman? Meni kim boqadi? Dada. O'tirdik ishlarni siz tushunmaysiz, qizim. Men amalsiz qoldim. Har qancha qilsam-mu, opangiz bilan chiqishaolmadim. Shundoq bo'lgandan keyin Opamni yaxshi-ku, nima ish qo'yish bo'lib qoldingiz? Cho'nglarning o'ylaganlari bo'ladi. Buni siz bilmaysiz. Men uzundan buyon sizni o'ylab sabr qilib kelgandim. Endi men bu azoblarga chidab bo'lamadim. Men sizni elib uydan chiqib ketsamla, xotirjam bo'ladi ekanman. Bildingizmi? Yuring, qizim. Dada, opam bilan birga turaylik-chi. Qizim, bu ishlarni siz uqmaysiz. Ey, kichikdi. Voy qo'yib etdim. Bo'ldi qiling. Qiyinliqini. Siz shundoq chiroyli ekansiz, Dilbirim. Men sizni haqiqatan yaxshi ko'rib qoldim. Meni shundoq behush qilib etdingiz. Dadingizni sarang olayli deb qoldim. Qo'llaringiz nima degan yumshoq. Badallaringiz nima degan issiq. Ko'zlaringiz shundoq chiroyli ekan. Men sizni mangu suyman, Dilbirim. Voy, bo'ldi qiling. Qo'yib eting. Bundaq satlashmang, ha?
Siz nemişqa özünüzni menden qaçırırsınız, ha? Bana işenmeyvatamsız ya. Man qarang, undaq emas. Mening sizga deydigan asraq gapim bor edi. Dəvirin. Nemi gepiniz olsa bana dəvirin deymen. Men kichkina bir shirkat quray deb o'ylagan edim. Shunga iqtisodim yetishmayapti. Sizni yordam qilamdikin degan. Pulning gepimi de. Çataq yo'q. Man qarang. Pul deganni sizdek chiroyli qiz cho'kkanlarga qashlamay kimga qashlaymiz? Maslikni deb qo'yayotgansiz, Aqjan. Meyak keling ha suyimligim. Bana ishonmayaptamsiz? Men sizni aldamdiman. Mana eling. Qanchalik bo'lsa mayli. Mana sizga berdim. Aramışıma şirketimgimi ayrim yordam qilasiz. Yordam qilmamdigan suyimligim. Ko'ngil şirketi uchunmi ayrim mablag' sep turman suyimligim. Polis geldi! Kızcak! Bak! Kendiniz kırıldayım mı? Polis gidiyor! Vey, Tursunayma? Men Tursunay. Vey, men oldin xabar berib etgan-ku. Nimdaq mashinani olib oldimga chiqmaysa? Asli men oldingizga chiqay degan edim. Lekin Gulzar nima bo'ldi? bugun atigan uning bilan azroq tagishib qolgan edim. U bir parcha xat yozib qo'yib, hozirgacha uyga kelmayotdi. Uni izlab bormagan yerim qolmadi. Shunga aerodromga. Nima? Astagfirullah. Nima qilgandi bu balning? Nima yuridiganda odamni ansirtib. Men hozirli borman, ha? Hey, taksi! Mayra muallim. Silibek charchab ketdilar. Balığı özüm qaray. Öyleriga berib aramasılar. Hech vaqasi yo'q. Yana birdam o'ltiray. Helimiz siliga ko'p jafo silibetdik. Silib bo'lmagan bo'lsalar, kimga shig'lab, kimga yolvuratdik. Umidjon meni o'quvchim tursa, uningga kuyinish, uningga ega bo'lish mening majburiyatim. Qandoq dedim Umidjon? Moyra muallim, men qandoq kasalkanman, doktorlar nim deydi? Keslim ancha ig'ir kasal emaskan. Bir mezgil davolansang saqayib ketadi ekansan. Doktor seni xotirjam bo'lsin dedi. Men atilo doktorxonadan chiqib ketaman muallim. Nimishqa? Muallim, oilamizning ahvolini sizmi bilasiz? Men bu yerda yetiversam,
Opamga tez buludu. Opamni qiynab qo'yman. Canım balam. Canım balam. Hürmetlik dada apa. Әң еңі, Өз әң әркелігім сүзік, болмаған әң мұнда есіл қайырдан кино азаптан фильмлеріні көріп үрейі huzurlanмақчы шығып болсаңыз, Мені Арзу әхвалға фильм салонымызға қошып Гүлзар. елің. Hammani qilgan sen. Sening kasobatingdan oilda mushundaq so'riqchiliklar bo'lyapti. Hey, tapaqa. Endi Gulzarni nereden topamiz? Qiz cho'ng qilib, uning ishga yig'iz gap qilamamdim. Men uni boshqaramamdim, ha? Men mushu oilamizning nom obro'yini o'ylayaptiman, qizimizni o'ylayaptiman. Oddiy to'y qilsak, xalq bizni zonliq qilmamdi. Nima ish qizanlik qiladi? Hey, sen bilasan-ku. Biz nima kunlarni ko'rmagan. Endi bugungi kunda turmushimiz yaxshilanib, qo'limizga ozroq pul kirsa, haddimizdan eshib, haq ko'tirib qo'yibsiz seliq solsak, ha? Ularni qarziga bug'ib o'zimizga uyat emasmi? Boshqalarni o'ylash kerak. Hamma ishning loyiqida bo'lgani yaxshi, xotin. Ularda bo'lmasa, biz ko'proq chiqib qilsak bo'lmadimi, ha? Bolalarning baxtini o'ylaylik. Ha. Ularning erkinligi tanlash huquqi bor. Hozirgi yoshlarning ideyasi, yashash qarashi bizniki bilan hargiz o'xshamaydi. Ularga tarbiyami beraylik, ozroq yo'lmi qo'yaylik. Mana bugun Gulzarning uydan yomonlab chiqishimi dal mush sababdan bo'lgan. Men Gulzarni munda qila deb o'ylamabdi ekanman. Gulzar asli ularga munchivala yon basmasligi, o'zini bunchivala tuvan ko'masligi kerak edi. Qizvali degan zot aqlsiz keladi ekan. Ha, bo'ldi. Gapni az qilib, Gulzarni izlaylik, mana. Ko'nglingizni hargiz yerim qilmang, umidsizlanmang Gulzar. Hayotimizdagi bu kichkina to'sqinlik, azob bizning muhabbatimizni hargiz buzaytirmaydi. Sadoqatimizni, orzu tilaklarimizni o'zgartirmaydi. Men bir qancha kundan buyon ko'p o'ylandim. Ota-onamga haqiqiy ahvolni tushundirdi. Ular hozir ota-onangizning bu to'yga bo'lgan maydonini butunlay bilib yetdi. Shunga amalsiz taraf-tarafga chepib yurib, haqdan ostol qarz ilyapti. Mayli qanchalik qarz bo'lib ketsakmi, bu to'yni qig'inimiz qilgan. Yo'q Qaysar. Meni deb ota-onangiz qarzga bo'g'ilib qolsa bo'lmaydi. Buningga mening vijdonimni yo'l qo'ymaydi. Mush to'yliq tufayli ikki oila o'tirsida surkilish bo'g'ili bir qancha oy bo'ldi. Hozir bu ziddiyat bag'on siri kuchayib ketyapti. Mana shuning kashilisidan sizmi bir muncha haqoratlandingiz. Texi bugun bir kun sirtlarda sarson bo'lib yuribsiz. Hatto o'lilish niyatigimi kapsiz. Mushularning hammasiga men sababchi Gulzar. Endi yana sizni azoblashni xohlamayman. Sizni umidsizlantirgan ba'zi gaplarimni o'ylasam, qattiq o'ylayman. Pushaymon qilaman. Men haqiqatan ojizkanman Gulzar. Sizni tushunaman Qaysar. Siz g'ang'irdingiz, amalsiz qoldingiz. Lekin menga ishonch va sevgi bag'ishlagan yana siz. Endi uyingizga telefon berib aytaylik, ular ansirab ketadi. Apangiz Qaysar ozdirib ketdi deb yurmisiz yana, ha? Bu qiz nagimi ketgandi? Aqlsizlik qilib bir ish terib qo'ymasa bo'ladi-ku. Gulzar 2 kun bo'ldi, yanfini oshmayotqili. Qaysarning chaqiruv nomerini bilgan bo'lsak, qo'shnini surishtirib boqar ekanmiz. Meningcha Gulzar chuqum Qaysar bilan billa. Desam demasam bu chuqum Qaysar degani mening o'yini. Unda xo'sh biz Udul Qaysarning uyiga berib boqaylik. Men Qaysarning uyini bilmasam.
voy 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 gap qilmaydi-ku. Kimkin? voy Gap qiling Gulzar. Gap qiling, bo'lmasa ularni ansirtib qo'ysiz. Dada, Gulzarma? voy siz nerede? Gulzarkan. Canım kızım siz hazır nerede? Sizni izlab bormag'ayrimiz qolmadi. men hozir cho'ng ko'rikda. Mendan ansirmang dada. Men hozirla uyga boraman. Meni tushunishingizni so'rayman dada. Ha. Tushunaman qizim, tushunaman. Sizni intayin yaxshi ko'raman. Siz ash o'rningizdan midirilmay turib turing, ha? Apangiz ikkimiz hozir sizni og'ili boramiz. Bizni saqlang, ha? Bakana. Shu yerga boraylik. Bundan keyin-chi, uning ko'ngliga hargiz azob berchi bo'lma. To'yni qilib o'taylar bo'ldi. Voy, nim da'vatsiz? Yo'q dada, men ketmayman. Sizlar nimishqa ajrashib ketsizlar dada. Nimishqa meni o'ylamaysizlar. Biz bir uyda tursak bo'lmamdi jinim dada. Yig'lama. Sizlar ajrassanglar men yetim bola bo'lib qolmamdi. Bolalar shundoq deydi. Bu uy bilan bo'lgan munosabatimiz oxirlashdi. Endi yana bu uyda turaverishga bo'lmaydi. Bildingizmi? Jinim opa, meni yaxshi ko'ratdingiz-ku. Nimishqamdilikda meni tashlab etsiz. Ish bo'lib qoldingizmi ya? Bizni nimishqa bu uydan qo'g'ilib etsiz. Nimishqa dadam bilan ajrashib ketsiz. Meni nimishqa o'ylamaysizlar. Endi men qanday qilmay jinim opa? Mağma amal yo'q qizim. Amalsizlikdan mushundaq bo'ldi. Sizni deb, uyni deb sirtlarda yurdim. Mana endi dadangizga yomon bo'ldim. Meni tushunishingizni so'rayman. Balnaka. Dada, ketmayli dada. Dada ketmayli. Ketmayli. Dada, men ketmayman dada. O'qituvchi, o'quvchilar diqqat. Hozir yig'inimizni boshlaymiz. Har qaysi sinf o'z o'rninglarda tartib saqlab turinglar. Savoqdoshlar, o'qituvchi ustozlar. Endi 8 yoshga kirgan 2-yillik 1-sinf o'quvchisi Umid Ahmad oqqondan ko'payib ketish kesiliga giribtor bo'lib qoldi. U hozir do'stlik doktorxonasida jiddiy davolanyapti. Sizlar bilishinglar yoki bilmasliginglar mumkin. Savoqdosh Umid Ahmadning dadasi 4 yilning oldida qatnash voqeasida qazo qilib ketgan. Opisining muqim ish o'rni yo'q. Shunga ularning oilasi intayin qiyinchilikda. Odamning haqiqatan ichi og'riydi. Savoqdoshlar, hozir Umidning hayoti qil ustida turyapti. Uning hayotini qutqizib qilish mishada turayotgan hammamizning o'rtaq majburiyati. Men his qilyapman. Hozir hammamizning ko'nglimiz yerim bo'lyapti. Hammamiz uningga ish chaqirtyapmiz. Hammamiz uning balduroq saqayib maktabga qaytib kelishini umid qilyapmiz. Ammo uning hayotini saqlab qolish uchun nurg'un iqtisod ketadi, lekin oilasi buni ko'tarolmaydi. Savoqdoshlar, o'qituvchi ustozlar, Umidga yordam qo'limizni sunib, uni qutqizib olaylik. Umidga yordam qilgan narsamizning oz ko'pligi muhim emas. Muhimi bir tiyin bo'lsa-mu, o'xshashli ko'nglimiz.
Tinchlikmi? Qandaqroq? Bu yoq bizning maktab mudirimiz. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Bu yoq keling. Balning ahvoli qandaqroq? Bir xil yotdi. Qachonroq uxlab qoldi? Yarim soatdek bo'ldi. Bu maktabdagi o'quvchilarning umidga qilgan azroq yordami. Rahmat Moyram. Rahmat sizga. Barliq maktabdagi o'quvchilarga rahmat. Men sizlarning bu qilganlarni herkes unutib qolmayman. Bu bizning majburiyatimiz. Umid saqib kelsalar, maktabdagi barliq o'quvchilarning ko'ngli xotirjam bo'ladi. Hozirgi ahvoldan qaraganda, yana nurg'un pul tayyorlamasak bo'lmag'idek. Endi jamiyatga murojaat qilmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Meningcha, jamiyatdagi bir qism oq ko'ngil, oliyjanob odamlar umidga cho'qim hissashlik qiladi. Uningga yordam qiladi. Naayeti belen boptu cuma. Voy, bu yerda nima ish qilamiz? Ay, nima ish qilatdik? O'ynaymiz, juring ha? Shunda qilib Dilbar, uni toza bir joylabsiz-da. Siz bu bo'sh emaskansiz, jimo, ha? Oningdan shunda qutulmay yurgandim-da. Oxiri o'zi portlab chiqdi. Shuning bilan ayrilib ketdik. Turib pul tepib akrib bersam toza xashlaydi. Lekin mening qadrimni bilmaydi. Bundaq arni haydab aytmaynim qildi. Siz bilan xotirjam orlashdi ekanman-da, ha? Meni aldab qo'ysangiz-chi? Xotirjam bo'ling. Mening ko'zim malto'ydi. Agar siz menga ishonsangizda, men sizga ishonaman. Men sizni xato tunamagan Dilbar, men malto'niyman. Manga berdigan heylik pulning ishi qandaq bo'lib ketdi? Ey, beraman dedim-ku, cho'qim beraman, lekin ozroq kutishingizga to'g'ri keladi. Yana qanchalik vaqt saqlayman? Bir oyda tutib turing, ma'qulmi? Bir oydan keyin sizga cho'qim beraman, ha? Kichikgina yordam so'rab qo'ysam, ajabmi? Bu nasihatlaringiz tugmay ketdi. Qaraganda, menga pul berib turgingiz yo'q o'xshamamdi. Undaq emas. Qo'limda hozir naq pul yo'q bo'lib qoldi. Bu sizdan oyab o'ltiramdim. O'tgandimi qiziqchilikda bir munch pul berib etdim-ku, ha? Unutib qoldingizmi? Voy, undaq qilmang qidin. Qaytib keldingizmi? Ha. Qandaq bo'ldi? Azula umid bormi ya? Biz ishongan yerlardan pul chiqmadi. Men chaycham. Hozircha o'quvchilar i'oni qilgan pullarni opirib keldik. Yana yetmaydi ekan. Emdullah qandaq qila? Men nima qilishimni bilmayapman, Farhod. Doktorning gapi bo'yicha aytganda, Umidni davolab saqaytishga yana 150 ming yen ketadi ekan. Buncha jiq pulni yig'ish osonmi? Mayra, mening Urumchi keshkesida ishlaydigan bir muxbir tanishim bor. Shuni izlab tepib, Umidning kasallik ahvoli haqida keshkesga bir maqola yozdiramdik ya. Buni ko'rsa, yordam qo'lini sundiganlar chiqib kelishi mumkin. Voy,
Bumi bo'ldigan char ekan-ku. Undaq bo'lsa shu muxbir bilan tezroq aloqalashing. Pulni vaqtida tayyor qilmasak, Umidning hayoti xavf ichida qoladi. Meningcha, jamiyatga murojaatnoma chiqarib qolmay, biz mo Umidga yordam qilaylik. Heyliqi 5 million puldan 2 millionni Umidga iyon qilsa qandaq? O'quvchingizning hayotini qutuldirib qolish hammadan muhim. Sizdan qandaq? Meni qo'llig'ingizga, meni tushunganingizga rahmat Farhod. Umid bilan uning opisi hozir butun umidini menga bog'lab turyotdi. Uningga yordam qilmasak bo'lmaydi. Bek yaxshi o'ylabsiz. Haras. Bugun qatachimiz bor deb atadingiz-ku. Ash chaylik do'stlaringizga deb yiqin bo'lmasa, ular bilan avval chayning pulini iyon qilib qolsa ajab emas. Ular qo'shilarmi? Ularmi inson-da. Ular bilan avval chayni o'ynamay, ashu restoronni buzib chiqqan pulni Umidga iyon qilsa, inoat o'sidi. Jamiyatga obro'yim tiklandi. Necha ayning oldida cho'chaklik 20 necha muallimning bir qatimda qata chayning pulini qaysi bir maktabdagi qiyinchiligi ig'ir bolalarga iyon qilganligini televizorda ko'rsatdi-ku. Sizlarning qata chaydagi ayollarmi insonga kelib qolsa ajab emas. Meningcha ko'p sanksiya qo'shildi. Eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Oy. Ay. Bo'ldi. Qaçma. Qandaq, yetişemedingizmi? Qarab turing, ha? Hozir tutib olaman. Sanmaysiz. Qandaq? Tutib oldimmi, ha? Gülzar, ko'nglimdagi gapni deymi? Gülzar, men sizni yaxshi ko'raman. Biz oxiri orzuyimizga yetadigan bo'ldik. Necha oydan buyon bugungidek xo'jal bo'lib boqmagan edik, ha? To'g'ri dedingiz, Qaysar. Bugun mening ko'nglimni ballada yorib ketgandek bo'ldi. Dadam bilan opam oxiri bizni tushundi. Biz yandik. Biz oxiri murodimizga yetadigan bo'ldik. Gülzar. Dada, nim bo'ldingiz? Nimishqa uxlamaysiz? Ishni bo'lmadim qizim. Birdan xiyol surib o'ltirib qolibman. Boyadan opam tushimga kirib qopti. Uxlang qizim. Atda maktabga borsiz emasmi? Opamni ko'migil xili bo'ldi. Uni pek ko'gim kelib ketdi. Opam nimishqa bizni ko'gili kelmaydi? Bu uyda qachongacha turamiz, dada? Opam yolg'iz qolsa qo'rqadi. Biz o'z uyimizga qaytib ketsak bo'lmamdi. Bo'ldi. Opam degan. Men sizga ne chiqdim tushuntirdim-ku. Kechiring qizim. Achchig'imni vaqirab soldim. Xafa bo'lmang, ha? Bo'lamda. Men sizni opangizning yoniga olib beraman. Uxlang, ha?
Oppa, Moyrem oğlum acep kömmeydi-gu. Onungu bugün nim bolgandy? Mayrem oğlumum bizni dep sırtı pul izlep jürüvatkandy o balam. Äti kelişi mümkin. Beçer oğlumunga bek japa selep etdik. Eger o bizge başpana bolmagan bolsa, biz qandaqmy kılatdyk? Moyrem oğlum bek yaxşı. Men çoň bolganda Moyrem oğlumga okşaş yaxşı muallim bolaman. Onun bizge qilgan yaxşylyklaryny çoqum qaytyrman. Tapşırgan pulunla äti bir gün gele yetidi eken. Derhal pulun amalını qılыңlar. Doktor, biz... Kötüreyli. Qani. Kim işmeydigan bolsa jazalaymiz. Qenemse, Qo'sha, qani. Qo'sha turinglar. Mening ikki qiz gapim batdi, shuni davalay. Aslida bu xo'shal xoram o'tib atgan qataçıyımızning payzini buzg'um yo'qdi. Har qaysinglarni avar qilmay degandim. Ammo men amalsiz qoldim. Oxir sizlarga murojaat qilish niyatig keldim. 10 kunning oldida mening bir o'quvchim oqqandanchilar ko'payib ketish kesli giribtor bo'lib, doktorxonaga kirib qoldi. Hozir ahvoli intayin og'ir. Jiddiy qutqazmasa hayotiga xavf yetadi ekan. Doktorning deyishicha, davolashga 150 ming yuan ketadi ekan. Uyay, nimancha jiqdi? Şuna mening beshim qetib, gangraplı qaldim. U balaning ota-onasi bordi. Siz nima deb qayg'urib ketisiz? Yolg'iz apsili bor. Dadasi necha yilning oldida o'lib ketibdi ekan. Apsining xizmati yo'q, tuzuk kirimi yo'q. Ularning turmushi intayin qiyin ahvolda, odamning ichi og'riydi. Hozir u balaning hayotini qutuldirib olish hammadan muhim bo'lib qoldi. Maktabdagi o'quvchilar 9 ming yuandan ortiq pul i'ona qildi. Lekin u pul hech nimaga dal bo'lanmaydi. Shunga jamiyatdagi saxovat egalariga sizlarga o'xshash onalarga tayinish niyatik keldik. O'zinglarmi bilasizlar, biz har qatimliq xato choyda nurg'un pulni buzib chechib etimiz. Mening umidim bir qatimliq choyni oz o'ynasak, bir qur kiyimni kam kiysak, o'sha bolaga yordam qilib, uni qutqizib qolgan bo'lsak, shunda qilaylik. Voy, nerdagi gaplarni qiladigan siz Mayra. Jamiyatdagi namratlarni biz yilab bo'lalamdiq. Kelar qatimliq xato choyning pulini u bolaga iyona qilib versak, planimizga ta'sir etmamdi. Shu emasmi? Biz kelar oydagi xato choyni g'o'ljiga berib o'tkazmoqchi bo'lgan emasmi? Pullarni sizning o'quvchingizga iyona qilib versak, biz qanday qilamiz? Oktyabr bayramda g'o'ljiga berib toza bir o'ynab kelmamdiq. Degininglarga to'g'ri. Lekin abalning hayoti qil ustida turyotidi. Men amalsizlikdan da'vatman. Yordam qilish, yordam qilmaslik o'zinglarning ixtiyori. Hargiz majburlamayman. Haqqi bekorga beradigan pul nada turibdi? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Rost gapimni desam-chi, men sizlarning ko'nglingizni ayabla, nurg'un vaqtimni isrof qilib bu choyga qatnashdim. Buzib chechish, isrofchiliklarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Vicdanım azaplangan bo'lsa-mu, levimni tishlab chidab keldim. Bugungi kunda azroq yordam so'rab qo'ysam, ba'zilaringlar mendan og'rinyapsizlar. Pulimizni aysh ishiratga buzib chechishga rozi ekanmiz. Boshqalarga azroq yordam qilishni xohlamaydi ekanmiz. Bo'pti. Yordam qilmasanglar, ixtiyoringlar. Sizlarni bugun tushundim. Uzundan beri orlashib yurgan bo'lsak-mu, oramizdagi munosabat butunlay saqt ekan. Bugundan boshlab men sizlarning chiyinglarga qatnashamayman. To'xtang Mayra, men yordam qilaman. To'xtang Mayra, men yordam qilaman. To'xtang. Mayra ma'lumni ranjitib qo'yibsa, ozroq yordam qilaylik desang nima bo'ladi, ha? Namrat, ojizlarni yo'lash har qanday odamning majburiyatiga, insoniy burchiga. Jamiyatdagi qaysi bir namratlarni yo'lab bo'g'ili bo'lsin,
Esingdan chiqib qoldimi? Bizmi ko'chada harov so'rab, saysetib, baqqalchilik qilib, nima kunlarni ko'rmagan, qanday qiyinchiliklarni tortmagan. Amdilikda qo'lingga 2 tal pul kirsa, o'zingchi haqlarni yaratmaydigan bo'ldingmi? Sana bu yo'g'onchilik kesili nereden mujuqqandı? Ondaq bo'lsa, yurtdagi tuqqanlarga berayli. Shularga yordamim bo'lib qolsin. Nimanda g'araz uqmaydigan sen? U tuqqanlaringga necha qatim pul avatib berdik-ku. Endi shu og'riq balaga azroq yordam qilimizni sunsak yomon bo'lamda? Pullarni buzib chechishga ko'zing qiydi. Endi og'riqqa yordam qilaylik, qo'sqon og'ribatamda. Hey, Mayra malimning ishxonasi qaysidir? Yuring, men sizga kesib qo'yay. Mushu. Ana, o'zim borkan. Rahmat, ha. Mayra malim. Voy, Nurmamit kamg'o. Qanday ahvolingiz Nurmamit aka? Yaxshi, o'zingizchi. Qani o'tiring. Qanday Mayra, yaxshi turyapsizsiz? Yaxshi turyapman. Gezitga bergan murojaatnomalarni ko'rgandim. Hozir u bolaning ahvoli qandayroq? Bir xil turyapti. Davolashni kuchaytirsak yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Davolashga ketadigan iqtisodni tek to'plab bo'lamadik. Mana bu 10 ming yuan pulni shu bolaga yordam qilish uchun akeldim. Qani elang. Nurmamit aka, bu qani elang. Mening bir shartim bor. Buni hech qanday gazet jurnalda tashviq qilmasanglar. Bu mening shu bolaga qilgan xolis yordamim bo'lib qolsin. Elang. Rahmat Nurmamit aka. Bizni qo'llig'ingiz, bizni tushunganingizga rahmat. Nurg'un idora organlar, sizga o'xshash oq ko'ngil kishilar bizni qo'lladi. Bu pulning soni bek ko'pkan. Men sizni maktab mudirining ishxonasiga boshlab chiqay. Maktab mudiri xabar deb qolsin. Unda qosmayli. Mana her birisi 10 ming yuandan jami 50 ming yuan pul. Hozircha mashina ishlatib turing, ha? Siz 100 ming yuan akilman deb qo'yib, aran 50 ming yuan akaldingizmi? Hop, xisiq oltamchi. Asta bo'lmamdi, Dilbarxinim. Hozircha musha 50 ming yuanni ishlatib tursiz. Keyinchi ishimiz bo'lgandan keyin, ha? Bo'pti, rahmat. Hujjat yozib bermanmi, qandaq? Meni nima ko'ryapsiz? Men sizdan hujjat ep yursam, meni piqsiqkan deb qolasiz. Ha? Yil oxirigacha bir gap bo'lmamdi, ha? Aldirmang, ha? Agar uyda opangiz bo'lsa, meni zo'rlamay, o'zingiz kirib keting, bildingizmi? Zo'rlamayman, dada. Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Ishni ichib boqamsiz ya. Opa, ishni iching. Kelgan qizimkan. Opa, ichim men keldim. Satishdan kelgan o'xshaydi. Opa, ishni iching. Opangiz uyda yo'q o'xshaydi. Yuring qizim, ketaylik. Opam uyning telefon simini uzib yetibdi. Meni ko'gisi kelmaga o'xshaydi, dada. Ya qizim, opangizning sirt ishi va o'xshaydi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sizni tortxonaga olib berib, tortib beray. Bo'lamda?
Jiring. Ajabim qo'l ketdimi? Balning ahvoliga qaraq. Bugun xeli yomon emas. Maktab mudirimiz bugun alaydan Ümitni yo'qlab keldi. Qani o'tiring. Keling. Maktabimizdagi barliq o'qituvchi o'quvchilar Ümitning tezroq saqayib chiqishini to'rt ko'z bilan kutmoqda. Hammalar uning davolanish ishlariga ko'ngil bo'lyotdi. Jamiyatdagi bir qism oq ko'ngil oliyjanob kishilar uningga naqbul i'ona qildi. Mana bu hozircha yig'ilganlari. Jami 56 ming yuan. Oppo, jug'lumam. Bo'ldi jug'lumam, oppo. Ümit. G'am qilmay yaxshi davolangan. Saboqdashlarimizni oldiroq saqib chiqishingni to'rt ko'z bilan kutyapti. Doktorning apangning gapini angla, ha? Bola. Ma'qul. Gülzarning to'y qilganiga amdila 10 kun bo'lgan tursa, oldirmayroq mangsanglar bo'lmamdi. Men bu yerda so'z chechakning da'dida zot atib o'layli dedim. To'yni oddiy qildik deb obro'yimizni to'kib oldik. Mundaq so'z chechaklarni anglab oltag'icha g'uljig' berib, kallamni sagitib kelganim tuzuk. Hey. Sen shundaq deganing bilan qudilanim deb o'ylab qala. Qandaq o'ylasa o'ylamamdi. Ular to'yni arzon qilib oldik deb xo'shib o'ltirishadigan-da haqiqatan. Bo'pti, to'yga o'tib ketdi. Avu chillig'iga qarang-a. Qizimizning aqlsizligidan bizning qilchilik inovatimizni qilmadi. Hey, bo'ldi-ku. Bir obdan bo'ldi-ku. Senza hech nimadan rozi bo'lmaydigan bo'lib ketib borsan-jimi? Balla baxtli bo'lsa bo'lmadimi? Bu bir hafta mashinani menga bering. G'uljidagi choyga shu mashina bilan boramiz. Mening sirti qilayotgan nurg'un savdo ishlarim batirsa, boradigan bo'lsang, aeroplanda bor. Hoyt. Hamma odamning shuninga chami yetamdi. Men bir necha ayollarga kichik mashinamga silib, yo'l bo'yi o'ynataman deb va'da bergandim. Sen Hey. Ha, hiliq kichik bolaga siz bir muncha pulni buzib iyona qilsangiz, bo'ladi ekanmi? Men kelganda ichingiz og'riyapti-da. Mayra. Ha? Oktyabr bayramida 7 kun qo'ydi degan. Yurtga boradigan ishingizni qanday qilay deyapsiz? Yurtqa o'tdak bag'im batdi. Apam dadamlarmi yo'limga qarab turyotdi. Ammo Ümitni tashlab qo'yib ketishga ko'zim qiymayotdi. Davolash ketadigan pullarmi asosan yig'ilib bo'pti-ku. O balaning kesilimi xeli yomon emas deyapsiz. Shundaq bo'lgandikan menga bering bo'lmasa. Yo'q, Farhod. O'ylab baqsam, yenilib bo'lmay tursam yaxshi ekan. Ularga ro'y jihatdan madad beradigan menga o'xshash odam lozim. Ümit tezroq saqayib ketsa, xotirjam bo'lardim. Uyimdagilarga ahvolni tushundirsam, hargiz xafa bo'lmaydi. Shunga Ümit saqayib doktorxonadan chiqqicha qishida turaymikin deyman. Amsi ixtiyoringiz. Lekin bir qancha kun orom edib olmasangiz bo'lmaydi. Necha kundan beri u yoq bu yoqqa qatirab yurib, bek charchab ketdingiz. Ümitga men qarab turay. Bizning ayliq qata choydikilar at g'uljig'madi ekan. Qata choyni g'uljida o'tkazdigan bo'pti. Mayra,
u qataçaydan chiqilib yaxshi qildingiz. Alvangdan o'qitildingiz. Bo'lmasa ular sizni zo'rlab g'uljiga billab baratdi. Shundaq bo'lganda umid qarayamaganni azab, nurg'un pullar buzib chechilatdi. Qandaq dedim? To'g'ri dedingiz, Farhat. Kunlarning birida shu ayollarmi choyni hashamatlik o'tkazganning ziynini tushunib qoladi. Shu chaqda meni afu qilishi mumkin. Hozir ularning ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. Ular faqat hayotni yaxshi yeb, yaxshi kiyish deb tushunadi. To'g'ri dedingiz. Xotirjam bo'ling, sizning oldingizga chiqadigan odam chiqib qolar. Bundoq bo'lsa mayli. Savr qilinglar. Siz mo savr qiladingiz qiz. Hamda o'lgandan keyin o'lib aqli bo'lmaydi. Bu dunyodan hammamiz ketamiz. Savr qilinglar. Tursunayning nazarsi qaysi kunga to'xtadi? Vallahi urug'tiqlar maslahatlashib Tursunayning nazarini o'tkazmay nazarga ketadigan xarajatni tong nuri yetimlar maktabiga berishni o'ylashdik. Ko'pchilikning meni to'g'ri tushunishini umid qilaman. Nemishqa Dilbarning yolg'on yovdoq kaptiriga ishinib ketgandiman. Nemishqa uningga 50 ming yuanni bergandiman. Endi bu pulni nereden olaman? Menga qip-qizil ziyon bo'ldi-ku. Doktor tog'a, Xo'sh. Xo'sh tog'a. Xo'sh Umidjon. Mana Umid. Siz bizga ko'p yordam qildingiz, Mayra muallim. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, balamning saqayishi mumkin emasdi. Hammasi maktabdagi muallimlarning, o'quvchilarning, jamiyatdagi saxovat egalarining yordamidan bo'ldi. Rahmat etish to'g'ri kelsa, shularga aytish kerak.